Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Oldingi safar men qamoqxonadan qochgan edim. Chunki xonam ichidagi suvdan foydalangan edim, negaki portal yaratish uchun. Lekin u qamoqxonadan zo'rg'a qutulib tirik chiqdim. Jin ursin, meni hozir shunaqangi qornim ochki, men qayerdan bo'lmasin portal topishim kerak. Shoshma. Wow, mana bu boshqa gap. Qani olg'a, biz buni uddalaymiz. Yallanati. Tezroq bu yerdan chiqib olish kerak. Itvachcha, mana bu olmoslarga bir qara. Men uni kovlab olib keldim. Oy, menga aynan mana shu kerak edi. Olmoslar uchun rahmat, mana endi menga verstak kerak. Kechirasiz. Xo'sh. Kechirasiz dedim. Bu mening olmoslarim. Xo'sh, qilich, kirka. Meni olmoslarimni ishlatyapsiz. Yo'q, bu sizniki edimi? Hozir bir daqiqa, men seni yaxshi eshitmayapman. Demak, menga mana bu va mana bu richaglar kerak bo'ladi. Xo'sh, demak men orqaga qaytib hammani qutqarishim kerak. Mana endi ularga bu yerda kim xo'jayin ekanligini ko'rsatib qo'yishim kerak. Xo'sh, hech kim joydan qimirlamasin la'natlar. Qo'riqchilar qayerda? Hammasi joyda, xavotir olmanglar. Bu yerdan tezroq quyon qilish kerak. Qani bo'la qolinglar, olg'a, olg'a. Axir bu Grox-ku. Grox bu yerda nima qilyapti? Birma-bir shoshilmasdan mana bu zinadan ko'tarilamiz. Men yana bir kishini qutqarishim kerak-ku. Nimaga boshni? Mayli, men seni ozod qilaman, lekin bir kichkinagina shartim bor. Bilaman, sen gapirib bilmaysan. Shuning uchun o'z so'zlaringni mana bu kitobga yozib ber. Nima uchun siz qishloq aholisi bu ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Xo'sh, hammaga salom. O'zlaringizni bosing, o'zlaringizni bosing. Demak, shu fursatdan foydalanib, bugundan biz ozodmiz. Men mana bu bezmiyaga kitob bergan edim. U menga bu yerda barcha qilgan ishlarini yozib berish uchun. Bu kitobda yozilishicha, bu hali hammasi emas ekan. Uning yozishicha, u tasodifan qamoqxona direktorini qanday qilib qochganini ko'rgan ekan. Yana u menga bir qiziqarli ma'lumotni yozib berdi. Ularning orasida bir kichkintoy bo'lgan ekan. Uning oldingi hayoti juda ham yaxshi bo'lgan. U kichkintoyni sevib yaxshi ko'ruvchi uning ota-onasi bo'lgan va ular kichkintoyni jonidan ortiq yaxshi ko'rgan. Lekin kunlarning birida barchasi tubdan o'zgardi. Bir vahshiy o'yinchi qishloqni ko'rib qoladi. Hattoki qishloqning golemlari ham unga qarshi chiqisha olmaydi. Kichkintoy dahshatli shovqindan uyg'onib ketadi va dahshatli manzarani ko'radi. Vahshiy o'yinchi butun qishloqni parokanda qilgandan so'ng, kichkintoy uysiz va ota-onasiz qoladi. Mana shu voqealardan so'ng u zumradli portalni topib oladi. Kichkintoy tushunib yeta boshlaydi. Mana shu voqealardan so'ng uning hayoti tubdan o'zgaradi. Bu dunyoda bitmas tuganmas zumradlar bor. Mana shundan so'ng u minglab zumradlar kovlashni boshlaydi va o'ziga o'xshagan oddiy aholilarni ishga jalb qiladi. U qamoqxona qurishni boshlaydi. Bu albatta o'yinchilarni qamash uchun. Mana shu qamoqqa olingan o'yinchilar kichkintoy uchun bitmas tuganmas zumradlarni olib kela boshlashadi. Mana shu voqealardan so'ng u dunyodagi eng boy aholilardan biri bo'ldi. Uning so'nggi qiladigan ishi ota-onasini o'ldirgan qotildan qasos olish. Buning uchun minglab aholilarni hayotini xatarga qo'yib bo'lsa ham. Yaxshi, barchangiz olmosli zirhli kiyim olishingiz kerak. Chunki biz bu kichkina yobana shakarchani to'xtatib qolishimiz kerak. Qoyil. Demak, u o'ziga o'xshagan kichkina shahar qurgan. Men kimlarni ko'ryapman? Nima gap, Grox? Men tasqaralar ham qirilib ketgan deb o'ylagandim. Tushunmadim, bu gaping bilan nima demoqchisan, la'nati? Chunki siz ikkingiz qochishni reja qilib o'tirgandingiz, esingizdami? Sizlar aqlli bo'lishingiz mumkin, lekin baribir ham tasqarasizlar. Men bu o'yinni 100% bilaman, shuning uchun yana bir portal qurmoqchiman. 420-o'yinchi qayerda? U la'nati sotqin ekan. U bizni sirli bazamizni sotib qo'ydi. Meni sal qoldi o'ldirishlariga.
Shuning uchun men yer osti dunyosida uning uchun tuzoq qo'ydim. U o'sha yerda qolib ketdi. Qoyil bo'plamsan. Ha, bilaman. Xo'sh do'stlar, sizlar bilan maroqli suhbatlashdik. Mana endi borib olmoslik zirhli kiyimlar oling, chunki biz bu kichkintoy bilan jang qilishimiz kerak. Yaxshi oshna, unutma, biz sen tomondamiz. Ha, mana bu boshqa gap. Bu xona qamoqxonadagi xonaga o'xshash kerak. Hoziroq menga o'yin o'ynaydigan kompyuter olib keling. Men juda ham kuchli o'yinlarni o'ynab ko'rmoqchiman. O, mana bu boshqa gap. RTX 30 ga 90. Ha, mana bu boshqa gap. Ha, mana bu o'yin meni bolaligimga qaytaradi. Men o'yinni boshlamasimdan oldin halok bo'lgan o'yinchilarning ro'yxatini ko'rsating. Ha. Shunday davom etaversak, biz ulardan tezroq qutulamiz. Moqchiman. O, mana bu boshqa gap. Qaytaradi. Men o'yinni boshlamasimdan oldin halok bo'lgan o'yinchilarning ro'yxatini ko'rsating. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Uning qo'lida mening shahrimning xaritasi bormi? Nima u menga hujum qilmoqchimi yoki qochib qolmoqchimi? Ular bu yerga yetib kelmasdan, ularni bitta qoldirmasdan qirib tashlang. Xo'sh, agar tayyor bo'lsak, yo'lga otlanamiz. Bunday askarlar bilan menimcha ularga umuman imkoniyat bo'lmasa kerak. Iye, shoshmang, tushunmadim. Ularga orasini ko'rsatamizmi? Ha, olg'a. Undan keyin bu yerdagi barcha aholi bizni dada deydi. Yo'q, shundaymi? La'natlaring. Tushunmadim, ularning quroli bor ekan-ku. Menga qara Bezmiya, senda bir taklif bor. Borib do'stlaringga ayt, biz bilan jang qilishni to'xtatishsin. Borib so'rachi, balkim ular bizga qo'shilishni xohlashadi. O, oshna, bu ish beryapti. Mana endi Minecraft o'ynash vaqti keldi. Tushunmadim. Nima bo'lyapti? Yillanati jinosini. Demak, bu kichkina yobana chakarcha biz uni oldiga borayotganimizni biladi. Bizlardan hozircha 20 ta o'yinchi qoldi. Shuning uchun do'stlar, o'lmaslikka harakat qiling, o'zingizni asrang. Menimcha, mana shu yetarli bo'lsa kerak. Xo'sh do'stlar, tayyormisiz?
Mana endi ko'ngilxushlik qilamiz. Qani olg'a. Ha, mana shunday. Jinursin, bu yerdagi aholining xavfsizligi ta'minlanmagan ekan. La'natlar, dunyoni suv bossa o'rdakka ne g'am deylar-ku. Xo'sh, ishlar qanday? Hammasi ajoyib, Grot. Qani bo'lmasa minoraga hujum qilamiz. Ha, olg'a. Jinursin, uni qurollangan askarlari himoya qilar ekan. Bo'lmasam xato qilib ichkariga kira olamiz. Shoshma, menda bir g'oya bor. Hoy, qani menga 3 ta ko'rinmas damlamangdan ber. Qani bo'la qol. Nima? Narxi 64 ta zumrad? Nima, men sen bilan savdo-sotiq qilayotganga o'xshaymanmi? Xo'sh, mana buni ushla. Qo'yil, ajoyib. Xo'sh, mana endi zirhli kiyimlarimizni yechamiz. Mana endi ovoz chiqarmanglar. Menimcha, mana bu lift bo'lsa kerak. Bunisi nima bo'ldi? Ey, ko'tingni sarishta qila olmayapsanmi, nima balo? Kechirasan. Hoy, sizlar liftni ichidamsizlar? Ha, biz ham liftni ichidamiz. Menimcha hech kim bizni ko'rib qolmadi. Tushunmadim. Nima balo, lift bilan o'ynayaptimi bular? Ha, mana o'sha la'nat kalamush, kichkina yo'bona shakarcha. Nima? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nima gap Doniyor? O'zingni bos. Sizlar hammasi tugadi deb o'ylayapsizlarmi? Ha, menimcha hammasi tugadi. Kel, men senga tushuntirib beraman. Sizlar mendan qutuldim deb o'ylagandingiz, lekin men juda ham aqlliman. Men har doim o'zim bilan Ender ko'zlarini olib yurayman. Ay, ahmoqlar, yordam bering menga. Men sizlarni do'stingizni topib olib uni qutqardim va uni meni guruhimga qo'shilishini so'radim. Xo'sh, qani bo'lmasam 420-o'yinchi. La'nati, wow. Mana biz yana uchrashdik, tuman. Oy, boshqa joyda otishma qilsalaring bo'lmaydimi, la'natlar? Ay, sen jangni mana shunday to'xtatmoqchimisan? Qara, biz qanday tengma-teng jang qilyapmiz. Chunki biz eng yaxshi jangchilardan birimiz. Lekin men sizlarga zarar yetkazmoqchi emasman. Meni mana bu kichkintoy bilan tugatilmagan ishlarim bor. Ha, to'g'ri aytasan. Men afsusdaman. Uni yo'q qil va maza qilib yashaysan. Nima? Tushunmadim. Va nihoyat hammasi tugadi. Mana endi taslim bo'l. Shoshilma, meni o'ldirma. Axir men yosh bolaman. Men kelajakda yaxshi bola bo'laman. Men va'da beraman sizlarga. Ha, mayli, to'g'ri aytasan. Ha, Jinursin, men hozirgi vaziyatda kichkina bolaga ozor bera olmayman.